Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Lutsifir va bugungi videoda o'sha Styx War Revenge o'yinida maxsus modlar bilan o'ynaymiz. Bugun biz mana shu o'yinni bilasizlar, o'yinda oxirida hacker chiqadi. Va shu qilichbozlar bir-biriga kiyishib ketgan, turli xil skilllar bittada chiqadigan hacker bor. O'sha hackerning mazajini oshirib qo'yamiz. Kanal bo'lmasa go. Hop, uskol. 1 minutda 6 armiyani yig'ila deyapti. Bizga qizig'i yo'q bularni. Bularni eson tinchitib olish kerak. Akalar, bu mod menu barcha narsalarni chaqiriladi. Buzlar hammasi chaqiriladi. Misol mana chaqirib bersam ekan. Misol mana bu. Oltin kirkachilar bularni o'z kirkachilar chaqirish iloji yo'q bunaqalar. Mana hozirlar dahshatli qurolni ko'rsataman. Mana qilichbozga. Ha, tosh qilichbozga. Mana chaqmoq bo'lib. Mana kuchda qo'shib urushsanglar, mana bunaqa kuchli bo'lib ketar ekan. Urinig'ir. 552 bo'lyapti jam bo'lib. Bittada yopib tashlayapti. Kecha og'irligi sekin uradi, lekin normalniy urib qo'yadi. No, g'azablantirsalar tez uradi ancha. Bitta urzan tugaydi shu haykali. Tamam. Jamur 552 urun. Birlikka tushdik. Bilasizmi? Chaqtirib o'tirmaymiz. Hoppa. Mana. Bizning jotki bratimiz bu. Legendaniki. Hoppa. Agar shu kitobni o'zi ko'rganimizlar bildi. O'yinni mazasini ochirib qo'yadi. Hop. Hoppa, qani go. Ko'rganingni yo'rlama. Bitta ostepar bitta turadi. Bu ham moddan akalar. Yaqinda Telegram kanal ochaman. O'shanda mana shunaqa hamma cheat menyularni tashlayman. Manda har xil o'yinlarga cheat menyular bor. Xitoy tilini jab bilib tashlash shart ekan bunga. Sal o'qisanglar, uje o'yga olarkansizlar bu yerni. Mana kechlarni legendalarni. Ketma-ket urib ketishaveradi. Yüzden de tashlayapti urug'ini. Oh, birgalikdagi oyoqlar bilan zarba. Oxirgi zarba. Tamam. Akalar, biz instansiya rejimdamiz va bizni oxirgi raqibimiz Buvijon bo'lardi. Bu Buvijon bilan hazillashmanglar. Buvijon nereden urushib qo'yadi bo'yi bilan. Solishaman deganlaring kelaverasizlar. Qo'shamdan maqam. Biz bir pas qaytib turamiz. Bir pasga. Nazarni qo'shiradi bu o'yinni.
Opa! Qatta ko'rgansizlar mana shu bo'zni ishlatib olganman. Qatta. Mana bu bo'zni umuman chaqirib bo'lmaydi, bilasizlar. Mana shu mod menyu bilan boy bo'zni chaqirish ishlatish mumkin. Bu zombi va boshqa farqi yo'q. Mana zombilar bo'lsa, ko'rsam men zombiman. No, oddiy o'yinda zombilarni yulduzga bo'lmaydi. Hatta legendarlar вообще ko'p. Nima bor edi? Asalisdan chiqib qolibdi, uzr bo'ldi. Defend. Mana kimdir bor. Kimdir? Chaqish iloji yo'q. Bu avtomatik o'zi kelish kerak, biroq missiyani topishlaring kerak. O'zi kelmaydi hech qachon. Attack. Kata atrium itu. Ikan aja. Mana? Biz ata atrium. Bo'lmaganda va toz sekin bu. Yaxshi olmayapti. Bu sal ishlasa odam qilsa bo'ladi. Oltin Sparta, oddiy Spartalar bor. Zombilar halidan bor. Sekin kelishadi ular havomislarga. Izmasan. Kelishdi nihoyat. Sekin hammasi keladi, sekin. Sizlar uchun har bittasi chaqiryapti. Hatta asosiy qurol zarus ham bor. Keyin bular qo'llanishlar. Normalni qotyapsiz-ku. Biz ham o'zimiz qachon yapamiz. Ketdik. Mana bu yerda armiyaning xohlaganicha odam chaqirish mumkin. Odam hech kim taqiq qo'ymagan bunga. Akalar, bizni YouTube kanalimiz statistikasida vashti hech kim kuzatadi hamma, lekin obuna bo'lmaydi. Har videomizda 400-500 ta prosmotr yoqadi, lekin obuna bo'lishmaydi. Ana yutdi akalar. Qani bizga kim tushibdi ekan? Bu safar asosiy bo'zimiz mana Hacker XA mana. Biz shu bilan o'z mazasini olib qo'yamiz. Mana tezlashlarni tajriba qilishmoqchiman.
Akalar men hozir shu hakkerga yetib, keyin olaman. Akalar mana shu kamonchini kim taniydi? Mana shu kamonchilar Sardorovi, lider. Esanlasa normal urinlardi bu. Shulardan mudda hatto adashmasa bir dona missiyada chaqirish mumkin edi, xolos. Bizda esa shunaqadan to'g'ri qator bor. Hozir qushlarni hammasi bilan hujum qilamiz. Jonni tishidan qaranglar. 55 ta. Har bittasi mududi. Hozir mazani qochib tashlaydi hammasini. Haykal hozirlig'ini uchun salom jo'natamiz. Yuziga da o'tashyapti. O'yinlarni ichib tashlaymiz. Kech o'yin deydi. Sho'rdilar bola shu darajada kuchli bo'lib ketgan bu. Yana bitta o'yinlarni bo'z. Yani mahsus qilish bo'yicha ko'rsatmaslarga, ma'lumotlar. Bo'z qilish bozlaringga qo'lidan vampir qilish birlashadi. Katta bo'ladi u. Farq uruni ham o'zi ham katta. O'zi ham chiqmoq ham unaqa jon to'playdi. Mana bo'yini qaranglar. Qolaqani soat yig'ishda qo'ysa silish bo'lib ketyapti. Hozir ketadi haykal. Ana ketdi. Mana havada akalar. Finalniy raund. Mana bu haykalga chotga tim tayyorlab qo'yganman. Bu haykal mana qarabdi, umrida ko'rmagan. Ko'rmaydi ya. Hozir bo'zlar to'plab olib qaytaman. Mana akalar legendarniy armiya. Bularni shunday katta sifatlarni ko'rgansizlar. To'xtay qaranglar. Choq o'tiradi, o'g'irlatib qo'yadi. Mana boshqa snayperlar ke. Range qilishim. 150 ga. Nima o'sha qo'shgan qildim. Makishni oldinga taklaganim sababi kattalar shit qilsa tepani ham yo'qyapti. Shuning uchun hozir shuni ataka qilsak, mana bu tosh qilish bo'z ko'rasizlar kattalarni. Mana oltin may qilish kamoncha, buni hamma tarixda chaqirsa bo'ladi. Bu обычный oltin spar. Bu mana sehrgar yangilik bo'lgan. Sehrgar va qirol zarfi chaqirish yo'q. Mana bizda Muraynamiz kattalar borlar. Вообще ko'p tosh tashlaydi, вообще ko'p tez qaziydi. Mana oltirmoq yo'q mana. Bizga lozim mazadan boshqa qo'yamiz bularni. Acha. Go'da. Uçuyor telefonla vazgeçiyor şu an. Sen öldürün kızı yaptı.
Ba'zida qochirib kelaman. O'z-o'ziga kim saqlayotganini bilmayapti. Bo'ldi, kim zo'r hacker ekan u? Aklar bilan final o'ziga ham ko'p bo'lgan joyim bo'ldi mana. Oppa. 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 To'g'ri so'nggi zam troll. Chatjuni. Mana kelib cho'tki hammasi. Ko'rakalarning mod dahshat, batta. Mana menyudan hatto ularni o'lmas qilsanglar bo'ladi, boshqa qilsanglar bo'ladi. Mana bu anaqalar soni, pullaringni, odam chiqarish, odamlarning soni. Shuna narsalar bo'lyapti. Mana bular hozir nimaligini tushunmadim-da. Balki missiya bor. Random qanaqa missiya bor? Ha. Uzr akada. Askeri so'zlayapti. Hop. Birinchi missiyaga borsangiz, hoppa to'xtatamiz. Qilgan, biz ikkinchi missiya qilgan ekanman. Haydi. Biz nimaligini bilamiz yani. Attack! Tushunmadim buni. Agar qilasizlar, bu ham bir balo. Yaxshi yaxshi tushunmayman. Tezlik bor. Yaxshi bo'ladi. Bu faqat bizim uchun joylashtirilgan. Слишком tez bo'ladi. Bitta Santoga ketishyapti. Urus bergan boshqalar. Taklif etamiz. Tezlikda kılıç borimiz vardı. Hali değiştirmiyorsa. Ya felaket bana bayıldı. Uzun akıllı bug için
Mana shu ba'zi payt bitta boshdan yutib olishingiz kerak, bo'lmasa mana shu kirganimdan bayb qolyapti marta. Attack! Hozir 10 sekund tugatamiz. Mana shu qilich boz. Hozir barg'ish qishyapti. Nimadir xato qilyapti. O'yin game over. Qisqacha mana shunaqa. Bu o'yin haqida tushuninglar. Bu mod menu. Xullas Xitoyliklar tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu mod menyuni katta topishga shart shu videoda 100 ta bo'lsak aytaman. Bu 100 ta bo'lish oson, chunki mani вообще ko'p odam bez podpisa kuzatadi. Ya'ni bez obuna. O'sha uchun. Biz aqla obuna bo'lib qo'yinglar va video tugadi.